qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. 21 mart, ya'ni bugun dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Turkiya xalqlar, farslar va boshqa ba'zi millatlarning Navro'z bayrami kuni. Sharq Turkiston surgunda hukumatı barliq Sharq Turkistonliklarning Navro'z bayramini tabrikladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Doktor Memtiminali Efendining Navro'z bayramini tabriklab e'lon qilgan axborotida mundaq deyildi. Yeşillikqa to'lgan bahorda ochilgan chechaklar Navro'zning yetib kelganligining xabarchisi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Indiya, Yevropa va turk xalqlarining an'anasiga cho'nqur yildiz tortgan bu qadimgi tabriklash, bayram, yangilash va umidlanish ro'yini gavdalantirdi. Yangi yilning boshlanishiga simvol qilingan Navro'z tarixda Sharq Turkiston xalqi uchun cho'nqur ahamiyatga ega bir kun bo'lib kelgan. Aile, do'stlar va keng omma bilan ittifoqlashib, yangi boshlanishni xushonlik bilan tabriklaydigan payt edi. 1949-yildan boshlab qora bulut Sharq Turkiston osmonida laylab, Navro'zni erkinlik va tinchlik ro'yi bilan tabriklash iqtidorimizni buzg'unchilikqa uchratdi. 2024-yili Xitoy armiyasi 74 yildan ko'proq vaqt Sharq Turkistonda izchil ishg'ol va mustamlaka yurgizib, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiy xalqlarga qaratilgan kulturini yo'q qilish va irqiy qirg'inchilikni maqsad qilgan sistemlik harakatini necha 10 yil mobaynida kuchaytgan azobli qorong'u burilish nuqtasiga aylandi. Xitoyning bu qilmishlari sodir bo'layotgan aks etgan paytda Sharq Turkiston surgunda hukumati bo'lish sifatimiz bilan dunyo jamoatini Sharq Turkiston xalqi bilan ittifoqlashishga chaqiramiz. 2024-yillik Navro'zni xotirlayotganda yalğız yangilangan va'dalarimiz bilan tabriklab qolmay, ajdodlarning an'anasiga varislik qilib tabriklash erkinlikka rad qilinganlarni eslayli. Biz sizni zaminimizda uzun yillardan beri davomlashib kelayotgan vahshiyliklarni oxirlashtirish duolari va harakatiga qatnashishga chaqiramiz. 2024-yillik Navro'zning Xitoyning amalga oshirgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik, ishg'ol orzusining Sharq Turkiston xalqining Navro'z bayramini tabriklashga to'salg'i bo'lgan eng oxirgi yil bo'lishi bizning orzusimiz. Tinchlik, adolat, huzur barpo qilingan o'r Sharq Turkistonda Navro'zning ro'yini haqiqiy ma'noda tabriklaydigan kunni ta'xirsizlik bilan kutamiz. Sharq Turkistonning qutulishi va xalqining izzat obro'yi uchun tirishchanlik ko'rsatishni davomlashtirayotgan paytda bu Navro'z bizni bu haqiqatga yaqinlashtirsin dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Doktor Memtiminali Efendining Xitoyning Avstraliyadagi josuslik niqobini echib tashlash nomli maqolasi 20 mart kuni Tordagi fikr xabar torida e'lon qilindi. Maqolada Xitoyning Avstraliyani josuslik, kuzatish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy qurilmasini strategik kontrol qilish orqali ishg'ol qilib olganligi, ta'sir ko'rsatish, singib kirish va josuslik chizig'ining Avstraliya tuprog'iga cho'nqirlab, demokratik qimmat qarash va davlat bexatarligining yadrosiga tahdid solganligini, bu jiddiy andishalar ichida Xitoy diplomatiya ministri Wang Yining chorshanba kuni Avstraliyaga qildigan Avstraliya-Xitoy tashqi va strategik dialogi olib berish halqiliq paytini o'tirg'a qo'yganligini, bu uchrashishda gavdalanadigan masalalarni ko'zda tutib, Avstraliyaga o'zaro ta'sir qilish, texnik ko'p javobgarlik va ochiq-oshkora bo'lishni talab qilish orqali Xitoyga besim qilish fursatini yaratadiganligini, buning Avstraliya Uyg'ur jamiyatini o'z ichiga olgan fuqarolarni chet elning aralashishi va josusligidan qo'g'dash fursati ekanligini, Xitoyning Avstraliyaga aralash nishonining davlat organlari, universitetlar, taratqular, muhojiratga Uyg'ur jamiyati ekanligini, bu faqat tashqi siyosatdagi suiqasd masalasi bo'lib qolmay, Avstraliya fuqarolariga bo'libmi Uyg'ur avlodlarining erkinligi va bexatarligiga qilingan hujum ekanligini, Xitoyning Avstraliyadagi josuslik faoliyatining faqat sirlarni o'g'irlashla emas, siyosiy qarorlarga ta'sir ko'rsatish, o'xshamagan fikrlarni jimiqtirish va chegara ichidagi Xitoy to'g'risidagi so'zlarni kontrol qilish ekanligini, eng andishaga soladigan ishning Avstraliyadagi Uyg'urlarni nishonlash ekanligini, Avstraliyalik Uyg'urlarning Xitoy vakolatchilari tomonidan davomli parokandachilikka uchraydiganligini, Avstraliya hukumatining turli tadbirlarni o'ttirg'a qo'yganligini, ammo Xitoyning singib kirish, qalayimqonchilik chiqarish taktikasining kundan kunga kuchayib ketayotganligini, Avstraliya jamiyatining fuqarolarini qo'g'dishining muhimligini, Avstraliyaning josuslikqa qarshi turish iqtidorini kuchaytirishi, Xitoyning tahdidlariga uchragan ommani qo'g'dashning muhimligini,
Avstraliyaning o'z prinsiplarida ching turib, Beijingning iqtisodiy kontrol qilish yoki diplomatik besimiga urinishiga qarshi turishi, demokratik qimmat qarashi va kishilik huquqni qo'g'dashda ulgu bo'lishi kerakligini, Xitoyning Avstraliya ishlariga aralashishiga qarshi turishning davlat irodasining siniqi hisoblanadiganligini, bu faqat davlat bexatarligi masalasila emas, milliy kimlik masalasi ekanligi, faqat josuslikqa qarshi turishla emas, Xitoyning tajovuzchilik tashqi siyosatiga qarshi tadbir qo'llanish va rayondagi hukmronlik o'rnini kuchaytirishdan iborat ekanligini, Xitoyning Avstraliyadagi jimjit josuslik va ta'sir urushi davlat bexatarligiga tahdid bo'lib qolmay, bir millat sifatida mavjud bo'ladigan erkinlik, demokratiya va kishilik huquq prinsiplariga qilingan hujum ekanligini, Xitoyning iqtisodiy besimiga taqobil turish uchun Avstraliya savdo munosabatini ko'pxillashtirib, davlat ichki ishlab chiqarishini qayta qurib, yakka bozorga tayinishni azaytishi kerakligini, texmi kuchlik ittifoq va hamkorlik shakllantirish, Xitoyning ta'tir tashviqotiga qarshi turish uchun xalq orasida raqamlik savod, qaysarlik va tanqidiy tafakkur iqtidorini taraqqiy qildirishni oldingi o'ringa qo'yishi, gumon va hukm qilish orqali yolg'on uchurlarni farqlantirish odatini yetildirish kerakligini, Xitoyning davlat olqigan zulmiga munosabatlik vaqalarni axborot va bexatarlik organlariga doklad qilishga qulaylik yaratish orqali Uyg'ur aholisini qo'llash, Xitoy vakolatchilari tarafidan nishon qilinganlarni qo'g'dash va yordam bilan ta'minlash kerakligini, Avstraliya xalqaro sahnada boshlamchilik rol o'ynab, Uyg'urlarning huquqini qo'g'dashi hamda Amerika va boshqa davlatlar bilan birlashib, Xitoyning atalmish Şinjandagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qilgan ziyonkashligini rasmiy e'tirof qilish va ayblashi kerakligini, xalqaro sheriklar va kishilik huquq tashkilotlari bilan hamkorlashib, diplomatik yo'llar va xalqaro qonun mexanizmlari orqali besim ishlatib, Xitoyning dafsanchiligiga qarta dunyoviy qarshilikning ko'tarilishiga yo'l etishi kerakligini, xalqaro kishilik huquqni qo'g'dashda rahbarlik rol o'ynash uchun hal qilg'uch tadbir qo'llanish orqali Xitoyning Avstraliyaning egilik huquqiga buzg'unchilik qilish va demokratik turmush usulini buzishga urinishga qarshi tura oladiganligi bayon qilindi. Har qanday bir qullar uchun aytganda, eng qo'rqinchli ish qullar qo'zg'aligi. Shunga har bir qul yoshirin to'polonchi. Ammo manqurt bo'lsa mutlaq mustasno. Uningda to'polon ko'tarish, isyon ko'tarish degan hukm zodila mavjud bo'lmaydi. Uningdan paxas bo'lish, uni maxsus kuzatishmi hojatsiz deb yozadi Uyg'oq adib Jingiz Aytmatov. Amaliyotda Aytmatov har bir zamondoshi o'qib tushuna oladigan tilda anglitishga tirishgan mazkur bayonida mustamlikachi bilan uning qo'liga tushgan xalq o'rtasidagi munosabatni tushuntirishga tirishadi. Bu yerda qullardan maqsad mustamlikachi, quldan maqsad mustamlikaga uchrag'uvchi xalq ko'zda tutilgan bo'lib, mustamlikachi uchun mustamlikasi ostidagi har bir shaxs manqurtlashtirish obyekti. Dushman tutilish uchun uning isyon ko'tarishi yoki ko'tarmasligi orasida osiy qul yoki itoatkor qul bo'lishi orasida, mo'min fuqaro bo'lish yoki bo'lgunchi unsur bo'lishi orasida mustamlikachi uchun farq yo'q. Uning mustamlikasi ostida bo'lishning o'zila dushman tutilishga, tahdid deb bilinishga yetarli. Tahdidni bartaraf qilishning yo'li bo'lsa, mutlaq itoatkorlikdan xotirjam bo'lish. Buning yo'li bo'lsa, faqat va faqat dushmanni manqurtlashtirish. Uningdagi insonlik xususiyatlarini vujudidan sug'urib tashlashdir. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.